ekan. Soqollaringiz ham o'zi betmas ekan, xotin betmas ekan, erkak ekan betingiz. Nimaga? Soqoli bor erkak shunaqa bo'ladi-da, erkak hisoblanadi. To'g'ri. Mazangiz qochyapti shekilli. Bu qilgan qo'lingga sizga. Ha? Mazangiz qochyapti uka sizni nimagadir. Yo'q. Ha? Nimaga g'alati bo'lyapti? Yo'q, hojatxonaga chiqib kelish kerak. Hojatxonaga chiqib kelib qoldimi? Uzoqmi hojatxonangiz? Chiqib kelaman. Chunki antena yo'qolib qolmaydimi ish qilib? Tualetga kirgan. Antenangiz yo'qolib qolmasa bo'ldi tualetga kirganingizda. Domu? Hamda telefonni qo'yib qo'ying. Sivordingiz? Nima qilyapsiz? Chichivam bor asobi turishda. Ishingiz o'g'li bo'lib qoldingiz siz-a? Ishingiz o'g'li bo'lib qoldingiz. Boshqa yerlarda farosat bo'lish kerak. Ha? Qaysi birlaringiz siqiling, undoq bo'lsa kiraman. Mana siz oching efirda. Men tushunmayman bu narsaga. Nima qanaqa gromkosini o'chiradi, ovozini o'chiradi. O'ling eshitdim siyganingiz, muncha ko'p siyasiz. O'lmang. O'zingizni hurmat qilmasdan, ba'zilar hurmat qilishingiz kerak. Bitta o'zim bo'lsin. Mayli, o'zim yakka. Siz eshitgan anaqa edi. Rakvina edi. Rakvinaga qo'ydingizmi? Yo'q, bitta xonada-yu. Aytmadingiz, gullarimiz sug'ardim demadingiz. Yo'q, bitta xonada-yu, rakvina bilan. Ko'ra